Navbatdagi o'yinlarimizni boshladik. Yangi uchlik. Avvalgi jamoa bor. Ignor, Kamron va Bobur bitta jamoani tashkil etmoqda. YouTube'da yangi kuzatayotganlar albatta like, obuna tugmalarini bosib qo'yamiz. Mana shunday chiroyli, qiziqarli lobbi o'yinlari kuzatib borishingiz mumkin. Va birinchi ochko Bobur tomonidan qo'lga kiritildi. Xo'p. Komanda 3-2 holatda qolib ketdi. Mana bu narsa umuman keraksiz. Albatta Cheetah VPN bilan Teden S22 qolib ketdi. Ko'ramiz 3-2 fight. Ochkolar farqi. Cheetah VPN o'zida 2 ta ochko bor. Ko'ramiz. Yangi random shaklda tashkil etilgan komandadan bir kishi chiqib ketdi. Cheetah VPN yomon emas. TDM S22 da ham 3 ta ochko va 3-2 holatda ochkolar soni tenglashdi. Xo'p, bizda favoritlar Ignorda 2 ochko, Boburda 4 ochko. Tepadan kuzatamiz. Cheetah VPN Boburni yopib yubordi va o'z hisobiga yozdi. Ignor ayamasdan TDM S22 ni o'z hisobiga yozib yubordi va shafqatsizlarcha o'yinni davom ettirmoqda. Ignor Cheetah VPN ni ham o'z hisobiga yozib oldi. E'tibor qiladigan joyimiz hozirda ochkolar soni hali ham bir xil qolmoqda. Cheetah VPN hisobida 8 ochko. Bu haqiqatan ham bu o'yinchimizda VPN qandaydir cheat VPN ishlatyaptimi? PUBG Mobile aynan shunday VPNga qarshi har doim yangilanishni olib boradi va ban beradi. Halol o'yin tarafdoriman har doim. Yaxshi. Kamron tomonidan Cheetah VPN o'z hisobiga yozildi. S22 da ham hech qanday jon qolmagan. Kamron S22 ni o'z hisobiga yozdi. O'yin qizigandan qizimoqda. 3-2 fight. Pro Invest kanaldasiz aziz do'stlar. Mana shunday chiroyli TDM lobbilarini va UCL lobbilarini tashkil etamiz. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Hammasi oldinda. Yaqin orada streamlarni ham boshlaymiz. Albatta buning uchun sizdan obuna va videolarni rekomendatsiyaga chiqishi uchun like, kommentariy izohlarda yozib qoldiring. S22 ham ayamasdan clutch holatda qarama-qarshi dushmanlarni yopib yubormoqda. Ignor va Bobur bir joyda turib qolgan. Mana bu narsa xato. O'z pozitsiyasini egallashi kerak. Boburning joni qolmagan deyarli. Ignor yaxshi va Kamron unga yordamlashdi.
Xo'p, ko'ramiz hozirda. Kamronning hisobida 9 ochko. Kamron nimalar qilmoqda? Kamron orqadan sezmadi u. Havaskor Tedem Mela asosan ochiq faytni yaxshi ko'radi, ko'proq yopiq faytdan ko'ra. Ochkolar farqi ozgina sezilarli o'zgarish bor, lekin haligacha aslida hozir e'tibor qiladigan joyi Cheater VPNning jamoasi favorit va uning hisobida 18 ta kill bor. Cheater VPN ignorni ham yopib yubordi. Ikkala tarafdan hujum. O'yinimiz deyarli o'z yakuniga yetishiga oz qoldi. Qani kim? Cheater VPN. Har kun mana shunday Tedem lobbilar, Tedem turnirlarini ham albatta tashkil etamiz. Aytib o'tganimdek, stream yoqilishi kerak buning uchun. Eng kamida obunachilarimiz soni 100 taga yetishi kerak. Bunda sizning ko'magingiz kerak. Kanalga obuna bosib qo'yishni va videolarga like bosishni unutmang. Bu men uchun qo'llab-quvvatlash bo'ladi albatta. Eng kuchli igroklarni klanga nabor qilamiz, xudo xolasa. Cheater VPN Boburni yopib yubordi. Ignor S22 ni ham yopib yubordi. Oxirgi urinish qani kim yopadi? Kim? 39-33 holatda granata kerak emas bizga. Oxirgi ochkoni kim oladi? Cheater VPN oxirgi ochkoni o'z hisobiga yozib qo'ydi. 3-2 fight holatda Cheater VPN va Tedem S22 o'zining g'alabasini qo'liga kiritdi. Barchaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha